Qani olsa bo'ladi. Beraymi olaman. Bitta shuni olaman. Gullar chiroyli, lekin mening qizlarim ulardan chiroyli. Chunki men chiqqanman. Qizlarimchalik chiroyli emas bu gullar deb qo'yay, qizlarim xafa bo'lyapti boyatdan beri. Ayajon sizga faqat gul chiroyli. Voy bu. Men gullarni qaniydi shular hovlimizda bo'lsa. Mana xalar. Bu ne güzellik. Bu endi ochilmoqchimi yo ochilgani shumi? Bo'lsa kerak ya, ochilgani. Antta ham bor ekan shu bilan. Mana hind ayollari ham ro'mol o'rab yurishayotgan. Mana shunaqa devor gul bor ekan. Bizi bu gullarni bizda karnay gul deydi. Bular meni jinni qiladi bu qizlar. Mana oq gulli daraxt bo'lib ketgan. Bu go'zalliklarni ko'rib ol, mana olayman. Bu qizlar meni hech tinch qo'ymaydi. Qara. Mana shu oq gulimiz hovlimizda bor. No bizda nimjon. Ming qarasam, ming qarasam ham arjomaydi. Voy, voy. Hind yigitlari ketishyapti. Robiya adasiga narsa oldirish payida faqat. Unga nimalardir olib bermasak bo'lmaydi. Ishlab turdimi?